Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli futbol muxlislari, O'z Futbol News kanali o'z ishini boshladi. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Biz boshladik. Inter Barselona barcha davrlar rekordini takrorladi. Inter va Barselona o'zaro ikkita super uchrashuvni o'tkazishdi. Jamoalar yarim final bahsida jami 13 ta gol urishdi. Shu tariqa jamoalar Yevropa Chempionlar Ligasi yarim finallaridagi gollar soni bo'yicha rekordni takrorladi. Ilgari ushbu bosqichdagi bitta qarama-qarshilikning ikkita uchrashuvida 13 ta gol Liverpool va Roma o'rtasidagi bahsga kiritilgandi. O'shandagi uchrashuvlarda 5-2 va 4-2 hisoblari qayd etilgan. Ushbu bahslar 2017-2018 yilgi mavsumda kuzatilgan. Flick mag'lubiyatdan so'ng nimalar dedi? Barselona bosh murabbiyi Hans-Dieter Flick Interdan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Hafsalam pir bo'ldi, lekin o'yindan emas. Futbolchilarim qo'llaridan kelgan barcha ishni qilishdi. Bu futbol, yangi mavsumda yana kuchliroq bo'lib qaytishga harakat qilamiz. Bu avlod ushbu musobaqada g'alaba qozonishga haqli edi. Hakam haqi to'g'risida gapirmoqchi emasman, ammo har bir bahsli vaziyat Inter foydasiga hal bo'ldi. Biz bundan albatta saboq olamiz. Inter ham kuchli jamoa va ularning mehnati tahsinga loyiq. Himoyasi tartibli, hujumda ajoyib futbolchilarga ega deydi Barselona bosh murabbiyi Hans-Dieter Flick.